practice degan. Practice nuqta dartga. GitHub oldinglarmi? Ha, practice nuqta dart. Dart kod yozamiz. Mana home page'ga kirib ketsanglar, bu yerda Flutter kod yozilgan. Nima farqi bor desa, import mana bu Flutterga oid bir nimani import qilsanglar, o'sha fayl o'sha Flutter bo'lib qoladi. Dart bo'lmaydi o'sha. Run qilsanglar boshqacha run bo'ladi. Lekin fayllarda Flutterga oid narsa import qilinmagan bo'lsa, demak, u Dart. Quruq Dart. Hop, practice.dartga kiramiz. Meni tegib turibdi. Tepadagi ikkitasiga qaramaymiz hozir. Coffee breakdan keyin bir nazar tashlaymiz. Hozir practice ichidamiz. Topib oldinglarmi? Hop, bu nima mavzu? Bu variables degani ma'lumotlarni xotiraga saqlash. Ya'ni biz dastur tuzar ekanmiz, qanaqadir ma'lumotlarni biz telefon xotirasiga qo'yib turishimiz kerak. Usiz bo'lmaydi. Misol uchun biz ham yashirganmiz, nima, biron bitta ma'lumotlarni xotiramizda saqlaymiz-ku. O'shanga o'xshab biz ham dastur ichida ma'lum bitta qiymatlarni, ma'lum bitta o'z ma'lumotlarni telefon xotirasiga qo'yib turamiz. O'sha qo'yishni o'rganamiz hozir. Bu prosta vaqtinchalik bo'ladi. Va bu xotiraga qo'yganda ham aynan qaysi xotiraga qo'yadi desa, qaysi xotiraga qo'yadi? RAM-ga qo'yadi. Asosiy xotiraga emas. RAM bilasizlar, ma'lum payt ma'lumotlar turadi RAM-da, keyin o'chib ketadi. Misol biz dasturimiz ishlaganda ham ma'lumotlarimizni qo'yib turamiz. Dasturimiz ishini to'xtatgandan keyin Abdulaziz o'sha nima qiladi? RAM-dan o'chib ketadi. To'g'rimi Abdulaziz? Data types nima? Data types, data nima degan? Ma'lumot, types-chi. Turlar, ma'lumot turlari. Ma'lumot turlari qanaqa desa, biz ma'lumotlar saqlar ekanmiz, har bitta ma'lumotni o'zgarishi true bo'ladi. O'sha true bilan saqlaymiz. Ya'ni misol uchun biz yosh saqlasak, boshqacha saqlaymiz, kimnidir ismini saqlasak, boshqacha saqlaymiz. Shunga o'xshash 5-6 ta ma'lumot turlari bor, o'shalar o'rganib qo'yishimiz kerak. Birinchi bo'lib variables haqida gaplashamiz, o'zgaruvchilar. Xo'p, har bitta dasturlash tilida odatda o'zgaruvchilar bor. Dartda ham shunaqasi bor. O'zgaruvchilar aniq tartibda e'lon qilinadi. Var nimadan kelgan deb o'ylaysizlar? Qayerdan kelgan var? Kim var deb nom qo'ygan? Variables boshli 3 ta harf. Variables boshli 3 ta harfiga qarasanglar, var turibdi. Yo, u var shakli, yo, var. Qarchi. Boshqa narsa. Qiziq fikr bo'ldi, yaxshi fikr bo'ldi. Xo'p, esda qoladigan bo'ldi. Qaranglar, biz sizlar bilan boshida bor-ku, hammasiga int string qo'yardik, to'g'rimi? O'shalar qo'ymasa bo'ladi. Var deb ketsa bo'ladi. Hammasiga universal ketaveradi. O'zi topib oladi nima qo'yish kerakligini. Endi sizlarga oson narsani o'rgatib qo'ymaydiganman-da. 765 bo'lsa kerak, yani. Dynamic вообще ishlatish yaxshi emas. Hozir ko'ramiz, mana shunda o'rgatgan. Qaranglar. Var deysizlar-da, var bu ma'lumot turi. Var deysizlar-da, o'zgaruvchiga nom berasizlar. Sizlar bironta bitta qiymatni xotiraga saqlagandan keyin, o'shani qayerga saqlaganinglarni eslab qolish kerak-da. O'sha narsa o'zgaruvchi nomi hisoblanadi. O'sha ma'lumotlar qayerda yotganini saqlab turadi doim. Kerak saqlagan ma'lumotlar kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha o'zgaruvchi nomi bilan olib kelasizlar. Tohir vardan keyin aytaylik, kimnidir yoshini saqlaydi. Kim yoshini saqlaymiz? Kim ko'ngilli? Ismoiljon yoshini saqlaydi. Age deyman-da, teng qilaman. Yoshingiz nechida, Ismoiljon? 15. 15 yozamiz. Bu dastur xotirasida saqlanadi. Qachondir menga mana shu age, ya'ni yosh kerak bo'ladigan bo'lsa, 100 yosh hozirgi holatda Ismoiljon. Misol uchun ismini ham saqlaydi, var deyman-da, name deyman. Ismoiljon. To'g'ri yozdim? Ismoiljon. Yosh saqladik, ismini saqladik. Avval sal boshqacharoq qilardik. Var o'rniga int yozardik, mana bu yoqqa string yozishimiz shart edi. Vaholanki dastur aqli yetadi, sizlar nima ma'lumot yozayotganinglarga. Ana yoqqa 15 yozsangizlarmi, buni intligiga aslida olganda dastur aqli yetadi. O'sha payt chunki sizlar qiynalishinglarni xohlagandim-da. Yo, var bilan qaranglar, var yozdinglarmi, mana yoqqa int yozdinglarmi, вообще bir xil narsa. Umuman farqi yo'q. Chunki mana yoqqa var yozsanglar bor-ku, dastur buni rang qilayotganda var o'rniga int qo'yib ketadi. O'zi qo'yib ketadi. Nimaga? Chunki mana bu 15 ligidan aqli yetadi. Dynamic bor shunaqa. Dynamic ishlatsanglar sekinlashadi. Var ishlatsanglar sekinlashadi. Var qaranglar. Var age deb turib 15 desangiz, age teng, masalan, aziz deb qo'ya olmaysizlar. Nimaga? Chunki age xususiyati bu int sonlarni saqlash. U boshida bitta berib qo'yiladi, bo'ldi. Lekin mana shu yoqqa dynamic deb turib, misol uchun
yosh teng 15 desam, ertaga yosh teng qila olaman, misol uchun Azizga. Ertaga yosh teng qila olaman Turuvga. Yosh teng qila olaman 14.5 ga. Yosh teng qila olaman, nimaga teng qilish kerak bo'lsa bo'laveradi. Shunisi yomon, fikr o'zgaraveradi. Nima bersanglar olib ketaveradi. Bu yaxshi emas. Umuman yaxshi emas. Var bilan ishlashi o'ta boshqacha. Dinamik ishlatmaymiz. Hozir ko'ramiz, o'zim yozib qo'ygan kitobda. Hop, mana shunaqa qilib ochardik, to'g'rimi? Ismni, misol var deb turib, misol uchun gender deydi, misol uchun true qo'y yoki isbel deydi. Ya'ni bol tiplarni ham saqlasa bo'ladi. Misol var deydi, weight deydi. Misol taxminan necha kilosiz, Usmonjon? 70 mi? Keling shuni 68,5 deymiz. Ya'ni bunaqa nuqtali sonlarni ham saqlay oladi. Farqi yo'q. Buning uchun ma'lumot turini nima desa, var deyilmaydi. Misol dynamic deb ochsanglar, ma'lumot turi dynamic bo'lib qoladi. Lekin buni ma'lumot turi hozir double. Qayerdan bilamiz desa, weight ustiga borib kutib tursanglar, aniq chiqib keladi. Double weight bor. Mana bu var yozgansizlar, uni kallangiz yetadi, mana double degan bilish kerak. Double degan biladi. Double deb saqlaydi. Mana bu var yozasizlar, lekin aslida double deb yozilyapti. Double deb yozilganda mana bu var qo'yilganidan bir xil. Farqi yo'q. Nimaga unda doim var ishlatmaymiz desa, ertaga sizlarga funksiyalar bilan tanishasiz. Funksiyada ma'lumot qaytib keladi. O'sha payt var yozib ketsanglar bilmaysizlar. Ya'ni ma'lumot nimaligini. Misol tasavvur qilinglar, anaqa var result deydi, teng bunaqa deydi, sizlarga ko'rsatmaydi. Ko'zlaringizni yumib tursanglar, teng nimadirligini bilmayapsizlar, to'g'rimi? Ertaga mana shunaqa vaziyat bo'ladi. O'ng tarafda nima turganini bilmaysiz. Hozir mana bilib turibmiz. Turdan bunligini bilamiz. Mana 68,5 double bilamiz. Lekin mana nimaligini bilmasak, nima turganini bilmasak, shunaqa holat bo'ladi. Shunisi bo'ladi. Nima qaytishini bilmaysizlar. O'sha vaqtdan yomon. Ha? Ustiga bosa, ketish kerak-da. Qanday yoqilmaydi. Shu payt var o'rniga nima ishlab ketsanglar bo'ladi. Nima? O'sha aynan ma'lumotni bersalar, string qo'ying. O'yin paytida var ishlatgan yaxshi. Hamma vaziyatlarda var ishlatgan yaxshi, doim yaxshi. Chunki har qanday double yo'q, mana qanday double tursa, u keraksiz. Mana var tursa, o'z ma'lumotini bilsa bo'ladi, ma'lumotni nimaligini. Yoki double tursa, aniq ma'lumot double deb bilsa bo'ladi. Demak, biz barobar o'ng tarafda ma'lumotni aniq bo'lsa, chap tarafiga var yozib ketamiz. Lekin mana bunga o'xshab barobardan keyin nimaligini bilmasak, taxmin qilolmagan bo'lsa, shunisi chap tarafiga yozib ketish kerak ma'lumotni nimaligini. Bo'lmasa chakashlik yuzaga keladi. Tabiiy. Hammasi olib ketadi. Hamma narsa olib ketadi. Haligi klasslarni ham olib ketadi, modellarni ham olib ketasiz, olib ketadi. Hali obyekt oldi-yu, modellar bilan ishlaydi. Ha, modellarni ham olib ketadi. Var. Farqi yo'q. Var bu shu variable boshlang'ich. Bu bitta variable bor ekan, olib ketaveradi. Farqi yo'q. Toppa. Mana qilib yozsa ham bo'ladi dotda, faqat ya'ni rostdan ham shunaqa yozsa bo'ladi. Aytayapti mana, boshqa qilib aytganda dard qisqasi o'zi bilib ola oladi, kallasi yetadi dot, aqli ishlaydi dot. Ya'ni o'zi figure out qila oladi, nima ma'lumot ishlatayotganligini. Ammo 18 yozdinglar, var ishlatdinglar nima? 18 yozib turib, int ishlatdinglar, farqi yo'q. Mana ishlatgan yaxshi. Qachonki nima ekan, o'ng tarafda turgan narsa nima, qachon var ishlatgan yaxshi ekan, qachon int ishlatgan yaxshi ekan. Birisi masalan, oxirida shu Ramon ichida nima borligini masalan bilsa, o'shani var ishlatgan yaxshi. Bilmasa stringni xuddi shunaqa, to'ppa-to'g'ri. Barobar o'ng tarafda nima turganini bilib turib, ma'lumot turini taxmin qila olsak, bila olsak, shu payt var ishlatgan doim yaxshi. Barobar o'ng tarafda nima ma'lumot turganini bilmasak, hozir shunaqa vaziyatni ham ko'rsatadi. Shu payt int ishlatgan yaxshi. Ya'ni ma'lumot turini aniq ko'rsatib ketgan yaxshi. Xo'p, aytayapti, mana bu dinamik misolni ko'rsatgan. Dinamik ham ishlayveradi. Abdulaziz dinamik bilan var farqini aytdingiz, mana bu aytayapti. Jolly nima degani? O'yin qaroq degan adashmasam emas Jolly. Cheerful dot. O'yin qaroqroq inson. Ya'ni rostdan dinamik shunaqa. Yosh bolani bilasan, u yerdan bu yoqqa chaqilib ketaveradi. Kallasi fikr bitta joyda turmaydi. Dinamik ham shunaqa narsa. Va value 18 deylar-yu, ertaga value-ni qanday ismga ham tenglab qo'ysanglar bo'ladi. Tasavvur qilinglar, doska turibdi, doska uyga aylanib qolyapti. Shu yaxshimi? Telefon turibdi, telefon zaryadchikka aylanib qolyapti. Shunaqa narsa. Aslida olganda bu value vazifasi int turdagi ma'lumot saqlash edi. Vazifasidan chiqib ketib qoldi. Nima qilyapti?
Inpas ismlarni ham saqlab qo'yapti. Dynamicsiz bitta joyda ishlatish o'rin yo'q. Bitta joyda ishlatib o'ylab topishgan. Boshqa joyda nima ishlatish mumkin emas. Tasavvur qilsa ham bo'ladi. JSONlarni ishlatganmiz. Bizga ma'lumot kelganda har xil ma'lumot kelishi kerak. O'shada hammasini qabul qila olishimiz uchun, hammasini ishlata olishimiz uchun, masalan, string int kelishi mumkin. O'shada majbur dynamic ishlatamiz. Qolgan holatda ishlatmaymiz. Faqat shu from JSON ishlatiladi bo'ldi. Qolgan ishlatamiz. Ishonsa. Zo'r bo'ladi dynamic ishlatishga, xatolarni ko'rib qolib, degan variant qilish. Hop. Siz hamma narsani ishlatib turadi, boshqa farqi yo'q deyapti. Iloji boricha varishasini ham bo'lmaysan deyapti. Hop, keyin dard bo'ladi. Butun nima deb deyapti? Men bitta pejda qo'la qolay. Men obyekt degan ma'lumot turi ham bor-da, dinamik o'xshaydi. Dinamikda sal tuzukroq. Qisqasi ikkitasini ishlab faqat vaqti ilojing bo'lmay ketganda deyapti. Qachon iloji bo'lmay ketadi? Shu bizning holatda JSONlarda iloji bo'lmaydi. Aytayapti, o'zi aslini olganda deyapti, dinamik aslini olganda ma'lumot turi emas. U xuddi nima o'chirib qo'yadi analizni, ya'ni dardni xato topmaydigan qilib qo'yadi. Shunaqaroq narsa. Pythonni ham bilasizlarmi? Любой o'zgarcha ochib ketaverasizlar. Ha? Yo'q, obyektdan ola olarkanmi? Rostdan ola oladi. Obyektni deb turib, masalan, a deb turib, ikkalasi sherik-da. A teng, masalan, stringda bir nima bo'laveradi. Olaveradi. Aytayapti. Only case sen ishlatasan buni qachon JSON bilan ishlatayotganingda. JSON uchun ishlab topilgan bu. Faqat shu JSON uchun. Boshqa use case yo'q. Boshqa hech qayerda ishlatilishi kerak emas bu narsa. Bo'lmay ketib qolsa ishlatsa bo'ladi. Lekin unaqa holatga biz to'qnashmaymiz. JSON da faqat. Dynamic ishlatamizmi endi? Ishlatamizmi? Yo'q, bari ishlatamiz. JSON da faqatgina ishlatishimiz mumkin. Yaxshi. Bosh shu. Hozirgacha nimalar o'rgandik? Var. Int string dynamic. Xo'p, yaxshi. Yaxshi, eshitib ketasizlarmi? Foydasi. Eshitib ketasizmi burada? Xo'p, endi ana initialization, ya'ni qanday tartibda ma'lumotlarni o'zgartirishni ochish kerak. To'g'rimi? Dartda shu official nima dokumentatsiyasi aytadiki, nima derkan? Qisqasi mana shu caselarni yoritgan. Qachon var ishlatish kerak, qachon nima boshqasini ishlatish kerak. Hop, mana holatni qaranglar. Sizlar boya int age teng nima dedi? Int age teng int yosh teng 16 dedimi? Int ishlatish nimasi yomon? Int ertaga uzunroq ham bo'lib ketishi mumkin. Misol uchun list ichida list yosh teng, misol uchun bunaqa bo'lishi ham mumkin-da. Men bittasini o'chirsam list deydi, hozir. Uzun bo'lib ketishi ham mumkin mana shunaqa. Ichida faqat bir turadi bu. Masalan, uzun bo'lib ketishi ham juda chalkashlik-da. O'shaning uchun var o'ylab topishgan. Mana uzun yozgandan ko'ra var shart qo'ygan yaxshi. Var shart o'tadi, mana bu tartibda initialize qiladi. Ya'ni shunaqa uzun manaqa ma'lumotlar uzun bo'lib ketadigan holat bo'ladi-da. O'sha payt var shartga yaxshi. Bo'lmasam o'qishga juda qiyin bo'lib qoladi. Ertaga o'qiyotgan odam ko'zi og'rib ketadi. Xo'p, nima deyapti bu yerda endi? Boshqa yoqqa o'tib ketdimi menimcha? Shu o'tib ketib qoldi. Xo'p, endi mana bu joyi. Mana. Bitta funksiya bor-da. Funksiya bor. Funksiyadan qanaqadir qiymat qaytadi. O'sha paytda aytayapti var shartmi? Var people bilan saqlangan bitta o'zgaruvchi funksiya, o'zgaruvchi. Bitta funksiya turibdi. Bu yerdan nima qaytishini bilmaysizlar-da. Har doim ham bilavermaysizlar.
birov yozgan bo'lsa aniq bilmaysizlar. Boshqa bitta odam yozgan bo'lsa. O'sha payt var ishlatmagani yaxshi deyapti. Undan ko'ra string ishlat. Mana string qaytishini shunda aniq aytib turadi deyapti-da. O'ng tarafi noaniq, misol get pupildan nima qaytishi, nima berib yuborishi sizlarga noaniq. Dastur yozayotganingizda aniq bo'ladi-da, chunki fikrlab yozasizlar-ku nima qaytishini. O'shaning uchun people yoniga string qo'yib ketganinglar. Ertaga sizlardan keyingi yo'lda o'zingizlar ham bir oydan keyin kodni o'qisanglar, bilasizlar string qaytishini. Mana bu holatlarda boshqacha edi. Aniq edi o'ng tarafda nima qaytishi. Shuning uchun var ishlatdik. Var ishlatgan yaxshi. Lekin betda o'ng tarafdan aniq emas nima qaytishi. Get people bu nima qaytarishini taxmin qila olmaysizlar. Funksiyachiga qaramaguncha. O'shaning uchun var ishlatib ketgan nisbatan yomon. Yomon emas, nisbatan. Undan ko'ra string ishlatgan yaxshi o'zini. Xo'p, final. Sizda o'zgaruvchi ochiladi-yu. O'zgaruvchi ochilganda, u o'zgaruvchini taqdirini ham bilib olishingiz kerak. Ya'ni keyinchalik u o'zgaruvchilar o'zgaradimi yo'qida bitta qiymat oladi, boshqa o'zgarmaydimi? U o'zgaruvchimi, o'zgarmasmi? Qiymat saqlab olsizlar, u keyinchalik o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Shu narsani aniq qilib olish kerak. Agar o'zgarmaydigan bo'lsa, u uchun alohida ma'lumot turi bor. Final degan. Final bu shunaqa, ya'ni keyinchalik o'zgarmaydigan ma'lumotlar uchun ma'lumot turi. Ma'lumot turi emas. Konstant tashkiliy. Konstantadan sal yumshoqroq narsa. Ya'ni konstanta rostlaganligiga o'zgarmasdi. Sal yengilroq. Ba'zida o'zgarib ketib qolishi mumkin. Misol uchun tasavvur qilinglar, bitta odamning tug'ilgan yili bo'ladi, to'g'rimi? U hayotda o'zgarmaydi, deyarli o'zgarmaydi. Final deyman-da, yil deyman. Necha bo'lishi mumkin misol uchun? 2009-yilda tug'ilgan odam. Yili o'zgarmaydi. Odatda. O'shani final qilib ketgansiz. Ertaga u kelib turib, men aslida olganda 2010-yilda tug'ilgandim deya olmaydi. Unda qila olmaydi. Yo'q deymiz biz. U o'zgarmaydi buning deymiz. Qizil chiqaradi. Men misol uchun age o'zgartirsa bo'ladi. 1 yildan keyin age keyin 16 bo'ladi, to'g'rimi? Bitta error chiqarmaydi. Lekin yil teng 2010 bo'lmaydi. Chunki o'zgarmas. Final qilib qo'yganmiz. Agar shuni int qilib ochganingizda edi, bo'laveradi. Final deysizlar-yu, o'zingizlar ma'lumot turini ham bermoqchi bo'lsanglar, stringmi, intmi? Hozirgi holatda shart emas, chunki barobar o'ng tarafda aniq nimaligi. Belgilar kelib ketsa, mana yoqqa int yozib qo'ysanglar bo'ladi finaldan keyin. Finalni orqasiga yozmanglar lekin, mana yoqqa int deb. Bo'lmaydi. Finalni keyin yozish kerak. To'g'ri? Shunday final shu o'zgarmas. Любой kelib turadi. Varni o'rtog'i final var. Var просто o'zgaruvchi bo'lsa, final o'zgarmas. Final deb turib, misol uchun ism teng, misol uchun qanday ismni ham tenglasam bo'ladi, misol uchun Azizga. Final degan is mail degan narsa ham o'zgarmaydi, to'g'rimi? True'ga tenglab qo'ysam bo'ladi. Izmail nima misol uchun o'chib tashlay qolaman. Misol final weight deyman, tasavvur o'zgarmaydigan bo'lsa, o'sha payt buni ham nimaga tenglasam bo'ladi? Bo'ldi. O'sha var bilan bir xil. Varni qanaqa ishlatgan bo'lsanglar, vazn deb qoladi. Varni qanaqa ishlatgan bo'lsa, finalni ham ishlataverasizlar. Final ishlatib qo'ysanglar bilinglar, u o'zgaruvchilar qaytib o'zgarmaydi. Bitta o'zgarib qoladigan joyi bor. Manaqa 2009 qanaqadir string intlarda o'zgarmaydi, lekin finalni qanaqadir listga teng bo'lib qolsa, masalan, yoshlar deydi, masalan, 12, 13 nima tursa-da, yoshlar ya'ni ko'plar yoshlar bo'lsa, o'sha payt buni o'zgartirsa bo'ladi. Yoshlar bitta add deb turib, bir nima qo'shsa bo'ladi adashmasam. Ya'ni lista aslan o'zgaryapti-da. Chunki konstanta desanglar hayot konstanta ham o'zgarib ketadi. Yoshlarni chiqarib ko'ring chiqadi. Konstanta aytyapti, ishlata olmaysan deyapti. Lekin mana shu final qilsanglar ishlab ketadi adashmasam. 20 qo'shilib qoldi qaranglar. Ya'ni mana shu listlarga hali collection data type'ga ishlamaydi. Final. Lekin men bilan o'zgartira olmaysizlar rostdan. Vazn teng misol uchun o'zgartira olmaysizlar. Final shakli ishlaydi. Konstantalarga hammasini konstanta qilib tashlaveradi. Final shunaqa holatda ishlatiladi. Final ham ishlatiladi. Konstanta yaxshi bo'lmasa, doim konstanta ishlatsak bo'lmaydimi desanglar, farqi bor. Final ishlatganinglarda, aytaylik mana bu yoqqa funksiya ham yozsanglar bo'ladi. Teng deb turib, qanaqadir iterate keladigan ma'lumotni ham final qilsanglar bo'ladi. Lekin konstantada joyida qiymat berishingiz kerak. Finalga misol uchun kutib tur, 1 minutdan keyin ma'lumot olib kelib beraman. Ungacha kutib tur deya olasizlar finalga. Lekin konstantaga unaqa gap o'tmaydi. Konstanta qattiq qaraydi. Hozir bersang berasan, bo'lmasa ham yo'q deydi.
Ammo listda olaveradi, shu o'zgarib ketib qoladi-da finalda. Lekin konstantda o'zgarmaydi. Chunki shu string narsa, u yengil qaramaydi. Final sal bo'shroq narsa. Lekin final ishlatiladigan joy bor, boya gaplashganimizdek. Keyinchalik qiymat bermoqchi bo'lsanglar, final ishlaydi, lekin konstantga joyida qiymat berib qo'yish kerak, bo'lmasa ishlamaydi. Xuddi mana bitta aytibdi. Data type'ga infer qiladi, xuddi varga o'xshab deyapti. Var bilan bir xil ishlaydi. Restrictive var deyapti, ya'ni var sal cheklangan variantiga o'xshaydi final. U qaytib o'zgarmaydi ma'lumotda deyapti. Ya'ni u imkon bermaydi shu o'zgarishlarga. Juda yaxshi deyapti. Mana buni bunaqa ism bunaqa e'lon qilishi, lekin mana bu uncha yaxshi emas. Ya'ni nisbatan unnecessary deyapti. Shart emas edi ham string yozish. Finaldan keyin ma'lumot turini yozib qo'ysa bo'ladi. Mana bunaqa tasavvur qilsanglar bo'ladi. Bitta o'zgarish ochmoqchi edinglar, masalan, yosh yil degan, int yil deb ochib deydi. Kim misol uchun necha bo'ldi? 9 bo'ldi. Keyin tushunib qoldinglar, final bo'lish kerak ekan, to'g'ri u. Ya'ni o'zgarmas ekan. Finalda yozib qo'ysanglar bo'ladi, boshiga. Shunaqa qilib tushunsanglar bo'ladi final. Keyin final yozgandan keyin int o'chirib tashlasa bo'ladi. Keyin yozgili kelsa, ketidan yana int yozib qo'yursa bo'ladi. Lekin intni u istagan joyga yozilmaydi. Aynan finaldan keyin yozish kerak. Finaldan avval yozsanglar bo'lmaydi. Okay. Final tugadi. Xo'p, bu yerda aytibdi, konstanta bilan final farqini gaplashamiz. Aka-ukaga o'xshaydi u aslini olganda. Juda Flutterga juda taalluqli narsa, konstanta bilan final. Xo'p. Mana bunaqa holat. Xotiradan ma'lumot o'qib kelyapti-da. O'sha payt faqat final ishlata olasizlar. Xotiradan biror nima o'qiysizlar, uni o'zgartira olmaysizlar. O'sha payt final ishlata olasizlar. Ishlata olasizlar, lekin konstanta ishlata olmaysizlar. Chunki konstantaga mana gaplashganimizda nima qilish kerak? O'zgarmas bo'lish kerak, joyida qiymat ham kelish kerak konstant uchun. Mana bu misol uchun const yosh teng misol uchun mana bu string deydi. Teng qanaqa await turib bir nima yozsa bo'lish kerak emas, qizil chiqaradi. Nimaga? Const must be initialized o'zi constant bo'ladi. Ya'ni internetdan kelayotgan ma'lumot kutib o'tira olmaydi bu. Lekin mana shu final yozsangiz kutadi. Kutyapti bir nima kelishini. Await bilasizlar-ku, qachondir keladigan narsaga await beriladi. Konstantda qo'ymaydi, joyida qiymat kerak. Hop. Okay, betam tugadi. Nechta qoldi o'zi? Buni tugatguncha ancha vaqt bor ekan. Buni tezlashib ketadi bu yoq. Qarang, data type, ma'lumot turlari. Endi ma'lumot turlari har bittasiga chuqur-chuqur kirib chiqamiz. Misol string nima, string ichidagi imkoniyatlar, shunga o'xshash narsalar haqida gaplashamiz. Numbers. Numberlar, int ma'lumot turining chegarasi 60 bit bo'la olar ekan maksimum. 61 bit degani nima degani desa, ma'lumotlar telefonning xotirasiga bironta bitta xotiraga saqlanganda 01 lar bilan saqlanadi. 01 ketadi. 00 ketadi. O'sha 01 lardan 64 tasini qabul qiladi. Ya'ni 01 lardan 64 tasini saf torta oling. 65-siga joyi yo'q. Ba'zi notlar 32 tasini saf torta oling. 32 ta 01 lar saf torta oling. Bitta 8 degan sonni saqlash uchun 01 lar kerak-da. Aytinglar, anaqa qiling. Chajib tekraydi. Qayerda qoldi endi? 8 in binary deydi. 8 soni binaryda qancha bo'ladi? 100 ming bo'lar ekan. In 32 bits. Qay 34, 32 bitda nima? Mana bitta sanab chiqsangiz 0 o'bsha 32 xona bo'ldi. In 64 bit. 6 mani emas. Menga 64 ni juda joy ko'p ajratadi. Bu nimaga kerak? Ertaga katta sonlarni saqlamoqchi bo'lsangiz, 8 tagi mana 5-chasi ketdi. Mana joylar foydasiz. Ertaga misol uchun bunaqa sonni saqlamoqchi bo'lsak, can we store in 64 bit, in 32 bit and convert it короче tushunmalar. Mana son saqlamoqchimiz. To'lar zot esa kattalik qilib ketar ekan. Bu son saqlash uchun taxminan 160 bitda bit kerak ekan. 160 bitda 01 lar saf tortish kerak ekan. Bunga 64 ham 32 ham buni sig'dira olmas ekan, короче. 32 bit qancha sondan ola oladi desa, o'sha 4 milliard va palonchi sonni ola olar ekan. O'sha mana shu
95 96 ni o'sha sig'dira olmaydi. Joy yetmadi deydi. 64 bit kattaroq, chunki 64 bitda ancha katta, chunki bu yerda joy ko'p. 64 ta xona bor. Hatto 32 ta edi. Bitta 64 ta, 2 barobar ko'p. Son ham ancha katta bo'ladi. Son mana 2 barobar kattami, mana son orasida farq. 3 barobar. Qanaqa 3 barobar, birodar? Bu Elon Musk puli bilan meni pulimga o'xshaydi. Endi qanaqa bitta, ana millioner puliga o'xshaydi bu narsa. Mana juda katta son bu. Trilliondan ham oshib ketadi. Mana qarang, ming. Mana nima? Man million, yo'q bizam. Million, milliard, trilliondan keyingisi. Rostdan o'sha tortsa bo'lar ekan. Orasida hozir ichida qancha farq bor, hozir so'rang. Times. Ko'ringlarchi, nima deyaptimi? Mana bunaqa bo'lar ekan. Mana shu sonni saqlamoqchimiz, tepadagi sonni. Mana bunaqa deyapti. 80 tasini saqlab oldim deyapti, qarshi. Biz 60 bittasini ham saqlamadi bu. Binariga o'tkaza olmadi. Anaqa 0 birlar saf tortadi. Chunki telefon eng quyi qatlami bor-ku, faqat 0 tushunadi. Ikkini o'sha tushunmaydi. Ikkini 0 dan yasab olishadi. Nima deyapti? Necha million, 4 millionta farq bor ekan orasida, birodar. Qiziq bo'ladi, misol uchun. Tasavvur qilinglar, 4 milliard ekan-a? 4 milliard ekan. Mana boy, orasidan ham tayyorli bizning pul bilan Elon Musk puliga yaqin ekan. 4 milliard marta katta ekan. Misol sizda $1 degani 4 milliard. Misol Elon Muskda qancha? 400 milliard deydi. Просто 100 ko'paysa bo'ldi. Bizda $100 degani 400 milliard degan. Ya'ni shunaqa farq ekan. $400 qisasi boyaga ham to'g'ri ekan, birodar. Hozir men tushuntirganim kelmaganmiz. Ha? Qarang, telefonda ichida qanaqa ishlanadi? Har bitta qatlamlar bor-ku. Xonachalar bor. Telefon ichidan damlachidan olsangiz, protsessor ichidan xonachalar chiqib keladi, xotiraning ichida. U xonachalar 0 yoki 1 saqlaydi. 0 bilan 1 saqlaydi, ya aslida yo'q tok saqlaydi, yo'q tok saqlaydi. O tok saqlagan bir tasavvur qiladi, tok saqlamagan 0 tasavvur qiladi. Son bir degan son saqlash uchun bittasi tok beradi, bittasi tok bermaydi. Ertaga o'qiyotganda tok ursa bir tushunadi, tok urmagan joyi 0 tushunadi. Telegram 86 bitli bo'lsa, o'sha yerda ko'p sonlar saqlanadi. 64 bitni ham kattaroq ma'lumot saqlanadi. Qayerda saqlaydi? Misol uchun qara, hozir mana shu 32 bitli notebook bo'lsa, uni imkoniyati mana shu 4 milliard sonni saqlashga yetar ekan. 64 bitli degani mana shu 5-milliard saqlay olmaydi. 32 bitli son, nima? Kompyuter. Lekin 64 bitligi mana shuncha sonni saqlay oladi. U yerda joy ko'p bo'ladi, lekin joy ko'p ham ishlatadi. Joy isrof qilish. Misol uchun, zo'r ekan. 128 bitligini chiqarsa bo'lmaydimi desa, bir saqlasanglar ham 128 ta bitni band qiladi u. Shuncha xona 0 bosib yotadi. Ya'ni 64 nisbatan sal o'rtasi bo'lgan, ham buni kattalashtirib tashlagani bilan telefondagi xotira ko'p ketib qoladi. Mashinasi katta bo'lib ketib qolsa, bir saqlasanglar ham 1 megabayt olib ketib qoladi. 1 degan son yozsanglar 1 megabayt chaqib ketaveradi. Shunaqa qarang, ya'ni bu o'rtasi nisbatan yaxshiroq variant olingan. O'sha terabayt bo'lib ketish kerak. Balkim kunlagan yetib qolamiz. Lekin misol uchun tasavvur qilinglar, 32 bitda misol uchun 5 milliard sonni anaqa yoza olmayman deb tasavvur qilmanglar, odam 5 milliard sonni yoza olmas ekan bu deb tasavvur qilmanglar. Bu string, int yozmayapsizlar. Bu string просто. Bu yoqqa harflar yozsam bo'ladi. Ya'ni 32 bitda mana shu yozgandan keyin o'sha klaviatura ishlamay qoladigan emas. Int. Короче, hisob kitob qila olmaysiz bundan katta sonni. Xo'p, shunday gaplar. Double chegarasi 36, короче, mashincha bitlikda mashincha. Ha? Bunda qilsak bo'ladi lekin, for deyman-da, int nolga, eng kichkina.
o'zi mani ko'paytirsanglar qizil chiqardi. Yo C++ da chiqarmadi, uni ko'paytirsanglar. Ha, qizil bo'lib qoladi. Bo'ldi, dori. To'xta deydi. 64 bo'lsa kerak. Ketdi mana sana. Ketdilar. Dars tugatguncha sanaydi, ishonavering. Xo'p. Ya'ni nормально, notebook kuchaytiradi, xudo xolasa. Xo'p, birodarlar, numberlar haqida gaplashamiz. Mac bilan nimanimi? Bir xil texnologiya bo'lsa kerak. Qo'yinglar, uni o'zingiz so'raysizlar, tomon dars o'taylik. Ha? Kofegami? Mana shu mavzuni tugatib olib keyin chiqamiz. Double ham intam doti namdan kelgan.